Osinjalarim, kelin ertalabdan kechgacha nima ishlarni qiladi? Bugun shuni sinamoqchi bo'ldim. Bu videoni eringiz ishdan kelganda nima ish qildingiz o'zi? Nima ish qilib charchaysiz yoki qaynona sizga o'zi nimani qoyillatib qo'ydingiz, qo'lingizdan nima ham kelardi deganda ko'rsatarsiz Osinjonim. Albatta bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Kelin qayerda ishlaydi ekan deyishsa, g'irt bekorchi, uyda o'tiradi, ishi yo'q deb qo'yishadi. Hatto'g'ri biz bekorchimiz. Hattoki xo'rozam maza qilib uxlayib turganda turib eshiklarni shipiramiz, ko'chalarga suv sepamiz, shipirgi bilan o'rtoq bo'lib o'yinga tushib o'zimizni xursand qilib ish qilamiz. To'ppa-to'g'ri biz bekorchimiz. Hamma shirin uyqudaligida turib, bizga umuman foydasi bo'lmagan, nabarot uxlab qoladigan bo'lsak, nas bosib yotibdi deydigan, unvon olib beradigan uyqumizni buzib, bekorchiligimizdan shunaqa ishlarni qilamiz. Axir biz bekorchimiz va nima dedinglar? Aytganchalik birorta yaqinimiz birorta yo'lga chiqib qoladigan bo'lsa, bolasiga ham biz qarab turishimiz kerak. Nimagaki biz uyda o'tiramiz, biz hech qayerda ishlamaymiz, o'qimaganmiz, beppa bekorchimiz. Aytganchalik asosiylari qolib ketibdi-yu. Sizni eringiz boqyapti. Siz ishlamaysiz, bir so'm pul topmaysiz. Shuning uchun eringiz uradimi, so'kadimi, ko'zingizni ko'kartiradimi, oyoq qo'lingizni sindiradimi, farqi yo'q. Ta'zim qilishga majbursiz. Hattoki ustingizga yurib borsa ham, xotin olsa ham xo'p bo'ladi deb turishga majbursiz, chunki siz bekorchisiz, sizni boqyapti eringiz. To'g'ri, kelin ham odammi? Bekorchimiz-ku biz. Hech nima qo'limizdan kelmaydi. Eshik shipirish, uylarni tozalash, kir yuvish, bolani oq yuvib oqtarash, shirin ovqatlar qilish, ishdan kelganda kutib olish, uylar doim chistaplot bo'lishi, bular ishga kirmaydi. Osinjonlarim, axir bizni ota-onamiz ham boqolmagan-ku. 20 yil, 25 yil oq yuvib oqtarab, aytganimizni muhayyo qilib ota-onamiz ham boqolmagan-ku. Shuning uchun shappa tanlab erga berib yubora qolishgan. Kelinlik kasb bo'lganida eng ko'p oylikni kelinjonlar olgan bo'lardi. Qiz bola palaxmon toshi. Qat kirg'itsin, o'sha yerda toshdek qochishga majbur deyshadi. To'g'ri, toshdek qochsin, lekin bag'ri, yuragi, mehri, diydasi toshga aylanib qolmasin. Hamma gaplarimni qog'ozga o'rab gapirdim, vahima qilib olmayman. Aytganchalik Osinjonlar, sizlar qanaqa bekorchilardansizlar? Misol uchun men oliy ma'lumotli bekorchilardaman va bundan faxrlanaman. Kommentariyaga uyalmasdan yozaveringlar. Hamma o'zimiznikilar shetda. Eslatib o'taman, bu unvon faqatgina ayollarga yarashadi. Erkaklarga bekorchi degan unvon berish qat'iyan taqiqlanadi. Osinjonlarim, shunaqa haqiqatlarni eshitishga tayyormisiz? Sahifamga obuna bo'ling va yurechani qizartirib qo'ying. Shunda videolarim birinchi bo'lib sizga ko'rinadi.